topib keldim. Qayiqqa o'tir, yigitcha. Qayiqqa bog'lash kerakmi? Ilib ol. Bo'ldi, yetarli. Ota, Nima? nimadir o'zgardimi? O'rmoq ham o'zgargandek. Endi hammasi o'zgardi, yigitcha. Bu haqida kamroq o'yla. Xo'p bo'ladi. Bu oxirgisi edi. U yerda oyimni ko'rmoqdaman. U yerda men otamni ko'rmoqdaman. Ular meni chaqirmoqda. 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 O'ta ayol.
Sen ozodsan. Kechiring. Bosib tur. Bu xanjar oyingniki edi. Endi u seniki. Ov qilishni o'rgatdimi? O'rgatganlar. Menga ko'rsat. Hozirmi? Hozir. Nimani ovlaymiz? Sen kiyikni ovlaysan. Qayerga? Kiyik bor joyga. Mayli. Bu yerga. Ota, nega aynan hozir? Yo'lga dosh bera olishingni bilishim kerak. Keyin toqqa chiqamizmi? Bu senga bog'liq. Olg'a. Nimani topding? Izlar. Ammo kiyikniki emas. Yana izlab ko'raman. Yana izlarmi? Ha. Ammo yumaloq. Bu to'ng'iz bo'lsa kerak. Yaxshi. O, endi nima? Sakrab o'tigicha. Shoshmang, kiyik izlari. Ular yangi. Bu yerga. Topdim. Sekinroq yigicha. Kechirasiz. Sen uni ovlayapsan. Quvlayotganing yo'q. Ha, ota. Mana u. To'xta. Nimalar qilyapsan? Uni jo'shitib yubording. Men aytganimda. Senga o'q uz deganimda, ko'zlab o'q uzasan. Meni kechiring. Kechirim so'rama. Yaxshiroq bo'l. Izla uni. Men senga izla dedim. Qamonimni bering. Yo'q, sen tayyor emassan. Ortga. Bu yerda. Eski ma'batga kirdi. Oyim o yerga kirishni taqiqlaganlar. Biz istaganimizni qilamiz yigicha. Ruxsatni keragi yo'q. Mana.
Endi kamonimni qaytarasizmi? Bu yerdan nishonga ura olasanmi? Yaqinroq boramiz. Men oyim bilan Kubovga chiqqanman. Siz esa hech qachon meni o'zingiz bilan olmasdingiz. Nega endi hozir? U shuni istardi va vaqt keldi. Tushunarli. Yigitcha, bu yerga. Qarang. Bu Skol va Xati, quyosh va oyni kuzatayotgan bo'rilar. Ular qayerdan paydo bo'lishgan? Osmonga qanday tushib qolishgan? Yakonida nima? Ular oy va quyoshni yeb qo'yganlar uchun hamma urushga otlanadimi? Ota, qarang. Ishoramni kut. Tinchlan. Uni hayvon deb tasavvur qilma. Bu shunchaki o'lja. Boshingni toza tut. Ko'zla va chuqur nafas ol. Mo'ljalga urdim. Yaxshi. U hali tirik ekan. Xanjar qani? Yo'q. Boshlagan ishingni yakunla. Qo'limdan kelmaydi. U bilan jang qilamizmi? Boshqa yo'limiz yo'q. Men tayyorman. O'quvchi o'qitaman. Mana senga nasibangni ol. Mana men sendan qo'rqmayman. Mana. Sendan qo'rqmayman. Yigitcha, qara. Menga qara. Yigitcha, to'xta dedim. Buni uddaladik. Ammo sen tayyor emassan. Nima? Nega endi? Men kiyikni topdim. Sizga isbotladim. Nega tayyor emasman? Biz uyga jo'naymiz. Anchadan beri kasal bo'lmadim. Buni uddalayman. Sen tayyor emassan. Nega olovli troll oyimni bog'ini yoqib yubordi? Dragur esa uyga juda yaqin keldi. Ana bu muzli maxluqchi. Men U yana nima? bilmayman. Endi jim bo'l. Uyga yetib keldik. Uyga kir, yigitcha.
nohaqlik. Sen o'zingni yo'qotib qo'yding. Bu ablah bizni o'ldirmoqchi edi. Siz ham jangda g'azablanasiz axir. G'azab qirolga aylanadi. Agar uni bo'ysundirsang, foydalansang, sen buni bilmaysan. Sen Anchadan beri kasal bo'lmadim. Men yaxshiman. Yaxshi. Qani bo'l. Nima mush tushiraymi? Ha, urinib ko'r. Ay! Nega bunday? Urinib ko'r. Buni nima keragi bor? Juda sekin. Bo'l yana. Bas qiling. Kuchsiz zarba. Yana. Bas qiling. Yana. Oh, Seni jahling ko'zlaringga parda tortyapti. Oldinda qiyin yo'l turibdi. Va sen Atrey, bunga aniq tayyor emassan. nima bu? Jim bo'l. Qani bor, chiqa qol. Endi berkinash shart emas. Kim ekanligingni bilaman. Nima bo'lyapti? Uni taniysizmi? Kamiga sen nima ekanligingni bilaman. Yigitcha, yerto'laga tush. Bu Hoziroq. yerga tushishni taqiqlagansiz axir. Kim u? Bilmayman. U nima istayapti? Men bilmayman. Shu bol. Shunchaki savolimga javob ber va hammasini qonsiz hal qilamiz. Seni balandroq deb o'ylagandim. Lekin sen aniq o'sha kimsasan. Uzoqqa berkinib olibsan-ku, a? Senga nima kerak? Javobini bilib turib savol bermasang-chi. Sen meni aniq adashtiryapsan. Ket bu yerdan. Nahotki mensiz mukammal mavjudotlar, qudratli, aqlliroq deb o'ylagandim. Sen esa shunchaki bu o'rmondagi boshpanaga qamalib olibsan, qo'rqoq hayvondek. Vaqtingni behuda sarflayapsan. Albatta, behuda emas. Uyimdan yo'qol. Dedim. Bu sodir bo'lishi uchun meni o'ldirishing kerak. Seni ogohlantirdim. Nihoyat. Sen quloq solmading. Yo'q. Ish bunday ketmaydi. Mayli. Endi meni navbati. Qanchalik ishonib bo'lmas umidsizlik. Qani bo'la qol. Eshitmoqchi bo'lgan narsamni ayt va og'riq tezda tugaydi. Nega u yerda ikkita yotoq turibdi? Uyimdan daf. Bol.
Sog'lom ildizni topdimmi? Kimni yashiryapsan? Sen zaif qariyasan. Midgardga kelmasliging kerak edi. Xo'sh, buni yana qaytaramizmi? Ko'p gapiryapsan. Aytishni istamaysanmi? Mayli. Balki uyga yashirib qo'yganing gapirishni istab qolar. Demon, mendan kimni yashiryapsan? Hozir bilib olaman. Nima ketyapsanmi? Odin meni bu yerga yubordi. Menga faqatgina haqiqat kerak edi. Ammo sen mag'rurligingni ko'rsatding. Bor kuching bilan murchul. Men chekinmayman. Sen qarisan va tez orada holdan to'yasan. Ammo o'lishingdan oldin bir narsani bilib qo'y. Men hech narsani his qilmayman. O'zing ko'rding axir. Menga jarohat yetkaza olmaysan. Hech narsa yetkaza olmaydi. Bu jang ma'nosiz. Xuddi seni qarshiligingdek. Busiz ishni hal qilish mumkin edi. Sen g'alaba qozona olmaysan. Men hech narsani his qilmayman. Ammo sen his qilib turibsan, ammo chekinmayapsan. Men axir akam emasman. Menga kerak bo'lgan narsani aytganingda edi. Hammasi o'zgacha yakunlanardi. Ammo yo'q. Buni tugatamiz. Men uchratgan barcha odamlarim ichida sen meni og'riqni his qilishga majburlaysan deb o'ylagandim. Ammo qo'lingdan kelmadi.
kim edi? U meni bilar ekan. U o'tmishim haqida bilarmidi? Shuncha yillardan so'ng ular meni qanday topishdi? Voy, nima qilay? O'g'limiz seni tog' cho'qqisiga olib chiqishga tayyor emas. Va men ham tayyor emasman. Buni sensiz qanday uddalashni bilmayman. Ammo bu yerda qolib bo'lmaydi. Yigitcha, Yaxshimisiz? Men o'ylovdimki hammasi joyidami? hammasi joyida. Kel. Yo'lga otlan. Ketamiz. Men tayyor emasman axir. Haqsan. Ammo imkonimiz qolmadi. Menga isbotla. Isbotlayman. Tog' bag'ri. Yo'limiz uzoq bo'ladi. Ha. Va bu juda muhim. Qoyil. Bu yerga nima bo'ldi? Halok bo'lishingiz mumkin edi. Meni yolg'iz qoldirmang, maylimi? Mayli. Tepaga. Oldinlari ham odamlarni o'ldirganmisiz? Bu qo'lingizdan keladi. Biz zarur bo'lgan ishni qilamiz. Hayvonlarni-ku tushunaman, ular ozuqa. Dragurlar, ular shundoq ham murda. Ammo odamlar, ular ham tirik qolishni istashadi axir. Qalbingni yopib qo'y. Yo'limizda har xil mavjudotlarga duch kelamiz. Ularning umidsizligini qalbingga kiritma. Ularning qayg'usini, ularga hamdardlik ko'rsatishga urinma. Ular senga rahm qilib o'tirmaydi. Tushundim. Ota, yo'limizda boshqa odamlarni uchratamizmi? Ha, Yaxshi odamlarnimi? yo'q, Bosqinchilarnimi? bo'lishi mumkin. Ha. Qarang. Avvallari butun o'rmonni bir chiziqdagi daraxtlar himoya qilardi. Ammo hozir anavi yer ochiq. Ularni siz chopdingizmi? O't uchun daraxtlarni o'zi tanlagandi. Tushunmayapman. Ketdik. Endi ortga qarama. Xo'p, tog'ga yetib borgunimizgacha qancha vaqtimiz ketadi? Men bilmayman. Qishgacha ulguramizmi? Bilmayman dedim. Bo'pti. Qalay bo'ldi? Yordam berdimmi? Yordam bermoqchi bo'lsang, ularni chalg'it.
Raqibni ko'zdan qochirsam, u seniki, ammo faqatgina bu xavfsiz bo'lganida. Buni tushundim. Endi o't. Rahmat. Ana tog' bahri, ketdik. Shoshmay tur. Mahkam ekan. Ko'ryapsizmi? Yordam! Yordam bering! Qimirlama. Tezroq! Tushib ketaman. Bardam bo'l. Boryapman. Hammasi joyida. Yugurishni bas qil. Shoshqaloqlik qimmatga tushadi. Kechirasiz. Yana dragurlarmi? Ammo bular qimirlamayapti. Ular o'lganmi? Ya'ni butunlay o'lganmi? Yigitcha. Tirik ekan. Yodda tur. Aniqlik tezlikdan muhimroqdir. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, oldingizda. Xo'sh, endi yaxshiroqmi? Baribir shoshyapsan. Keragi yo'q, xatiga bir marta o'qitsang ham. O'zingni nazorat qil. Fu, badbo'y ekan. Balaqon. Sargardonlarmi? Teginilmagan. Qaranglar. Tez olov yoqing. Qurollarni tayyorlang. Go'sht yemaganimizga necha kun bo'ldi? Go'sht? Shoshmang, bizni aytyaptimi? Ortga. Tashlanib qolsa-chi? Go'shtlarni birozdan chopib, o'zlarini tirik tutamiz. Vaqt keldi. Men yolg'iz jang qilaman. U sehrlimi? U Gyunterni o'ldirdi. Ona yordam bering. Atrey. Yigitcha. Qalbingni yop. Ketdik. Bizni uzoq yo'l kutmoqda. Shu yerda kut. O'zim hal qilaman. Ular qaytdi. Ular qaytdi. Bu yakunlandi. Bu yerdan ketishni istayman. Unda o'zingga kel. Chiqish yo'lini topishimiz kerak. Mana. Zanjirni tushir. Xo'p bo'ladi. Atrey. Zanjir. Ha, zanjir. Esimda. O'yga cho'mib qolding. O'ylama.
U seni o'ldirardi. Bilaman, shunday bo'lishi kerak edi. Bilaman, shunchaki Unda uyga qaytamiz. nima? Yo'lni hatto boshlamasdan tezda yengilamiz. To'xtang, yo'q. Yengilganim yo'q. Buni uddalayman. Men shunchaki men haligi nafas rostlab olishim kerak. Ko'tariling. Men tayyorman. Menga quloq sol. Yaxshi jang qilish uchun jangchi dushmanga hamdard bo'lmasligi kerak. Oldinda bizni uzoq va qiyin yo'l kutib turibdi. Bolakayga u yerda joy yo'q. Sen jangchiga aylanishing kerak. Sizni tushundim. Ish yoqmas eshak, ko'prikni kesib o'tkisi yo'q. Uni daraxt ortidagi nimadir qo'rqitib yuboribdi. Bu yerda nima bor ekan? Ota, boltani ko'prik ortidagi daraxtlarga qaratib uloqtiring-chi. Oqtali daraxtlarga. Haq ekansan. Voy, yigitchani ko'zi o'tkir ekan, qoyil. O'g'il bolasan-ku, to'g'rimi? Uni ismi nima? Bilmayman. Meni ismimni bu eshak so'ramadi. Shunga men ham undan so'rab o'tirmadim. Sizniki-chi? Biroq Vera Logan. quloq sol. Sen menga ishonmaysan albatta, ammo seni bu boltangni shaxsan men yasaganman. Ukam bilan birga. Bu eng zo'rlardan biri. Qarada, ikkimizdan boshqa hech kimga uni charxlashga berma. Uni avaylash kerak. Axir buzib qo'yishlari mumkin. Hoy, oshna, istaysan uni senga hozirda o'zidan charxlab beraman. Xo'sh, nima deysan? Sen haqsan. Shuning uchun senga ishonmayman. Ketdik yigitcha. Qarab ko'r, tutqich pasida nayzasimon runlar bor. Bu belgi ukam ikkimizniki edi. U bilan yuz ko'rmas bo'lganimizdan oldin. Mana menda uni yarmi, ko'ryapsanmi? Xo'sh, charxlab beraymi yo'qmi? Mayli. Ammo qara, yaxshiroq qil. Unda belgini ikkinchi yarmi qayerda? Meni espast ukamda. Ammo butun iqtidor menga o'tgan, qara. Qo'rqitib yubormaslikka harakat qil. Do'stimiz yana daraxtlar ortiga yashirinib olibdi. Uni qol, boltangni uloqtir. Men shu joy topiladimi? Faqat qara, hech narsani sindirib qo'yma. Ishonchim komil emas. Qoyil. Tog'ga hech qachon bunchalik yaqin bo'lmaganman. Juda ulkan. Afsus, oyim ko'rmaydilar. Yur yigitcha. Voy, bunga qarang. Bu nima? Yigitcha, Qarang, ustida runlar yozilgan. nima deyilgan? Uchlikmi, ikkilikmi, birlikka aylanarmiz. Ammo birlikdan kelmas bu qudrat. Topishmoqmi? Balki yechimi bordir. Haqiqatda hech narsaga o'xshamayapti. Bo'ldi, runlarni ko'ryapman. Yigitcha, runlarda nima deyilgan? U yerga oila deb yozilgan. Bu yordam emas, javob ekan. Qarang, ammo birlikdan kelmas.
To'g'rimi? Bo'ronlarni xanjar bilan qumga yoz. Rostdanmi? Keng slov. Nimadir bo'ldi. Ish berdi. Biroq uchratganimiz yaxshi bo'ldi. Lekin ketayotganimiz undan ham yaxshi. Bu ortda qoldi. Yigitcha, kimni izlari? Balki to'g'izdir, bilmayman. Ammo topaman. Olg'a. Jangchi mahoratini yo'qotmasligi muhim. Alo, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, oldingizda. Tayyorman. Ehtiyot bo'ling. Tayyorman. Yaxshiyam yakunlandi. Oldinda o'jangni ovozini eshityapman. To'g'iz ekanligini bilgandim. Endi shoshilma. Nayzani yaxshilab tort. To'ng'izni terisi qalin. Ammo unga tekizdim, bu to'g'rimi? Unga tegdi, lekin o'q o'tmadi. Balki u sehrlidir. O'zing nima deb o'ylaysan? Ko'rinishidan bu noyob to'ng'iz. Unday bo'lsa yetib ol. O'zim. Tirsaklar tepaga titramasdan, tinchgina, shoshilmasdan aniq ko'zlayman. Tegdi. Yo'qotib qo'yma. Yigitcha. Yigitcha. Qayerdasan? Tezroq ota. Uni to'xta. Iltimos, shoshiling. Yo'q. Andrey! U sekinlashyapti. Qayerga? Ota, bu yerga.
qilib qo'ydingiz. Kechirasiz. Atray! Uni egasi borligini bilmagandik. Uni egasi yo'q, u meni do'stim. Yigitcha meni buyrug'imni bajarayotganda. Unda menga yordam ber. Mana bu yerni ushlab tur. Ushlatyapman. U qon yo'qotyapti. U dunyodagi oxirgisi, siz esa birdaniga o'q uzgansiz. O'q qilayotganmidingiz? Mashq qilayotgandik. Mashq qilganmish. Men juda afsusdaman. Qattiqroq tut. Bu men aybim. Uni ko'zdan qochirmasligim kerak edi. O'ladimi? Yo'q, bunga yo'l qo'ymayman. Xo'p. Kamon o'qi arteriyaga tekkan ikki boshni topib, yaxshilab ushlab tur. Birinchi chap tomondan tutda qattiq ushlab tur. Endi o'ng tomonni qattiqroq tut. Ha, endi ularni birlashtirda bir chiziqda tut. Sunna foka. Siz jodugarmisiz? Bu yerda tugata olmayman. Uyim anavi daraxtlar ortida. Uni ko'tarib ol. U o'lmasligi kerak. Yaxshi, hozir u yuvosh, o'zini yaxshi his qilyapti. Greysa. Bu yerga. Bu kamon sen uchun kattalik qilmaydimi? Oyim yasab berganlar. Hali o'sasan deganlar. Sen axir bu o'rmonlardan emassan. Oying seni sog'ingan bo'lsa kerak. U hayotdan ko'z yumgan. Biz uni kulini eng baland tog'ga olib chiqamiz. Kulini? Bu uning istagi. Yigitcha, Men yo'qotishingizga hamdardman. Yetib keldik. Daraxtda yashaysizmi? Ustida emas, ostida. Hemli. Qarang. Hammasi yaxshi. U jahldor emasmi? yigitcha. Qo'rqma. Bu yer xavfsiz. O yuvosh ekan. Tezroq. Uni ehtiyotkorlik bilan yotqiz. Mahkam ushla. Yolg'iz yashaysizmi? Bu men uchun qulayroq. Men odam ham odamlarni yoqtirmaydilar. Bola, Nima, rost-ku? Uni mahkam tut, o'ziga zarar yetkazmasin. Yaxshi. Sekin. Tinchlan. Menga yana ikkita narsa kerak. Qizil ildiz orqa tomonda o'sadi. Bir shimdim olib kelasanmi? yana nima? Men ma'bud ekanligingni ko'rib turibman. Bu dunyodan emassan, bu aniq. Bilmaydimi? Kimligingni va o'zi kim ekanligini. Bu bilan ishing bo'lmasin. Bu yerdagi ma'budlar begonalarni yoqtirmaydi, ishonaver. Men bilaman. Seni topganlarida bu esa aniq. Xursand bo'lmaysan. Va u savollar berishni boshlaydi. Buni o'zim hal qilaman. Baribir uni haqiqatdan bir umr himoya qila olmaysan. Gaping to'g'ri.
Bu mening ishim emas. Yana kardimin kerak. Qarshi emasmisan? Shunday opoq gulcha bog'da. Birozgina. Mayli. Oq gulchi. Kerak emasmi? Tushirib qo'ydimmi? To'ng'izni qovlayotganingda Qanday qilib? Men axir uni sen uni yo'qotib bo'lding. endi e'tiborliroq bo'laman. Ha, to'g'ri olib kelibsan. O'tirik qoladimi? Ha, Unda biz ketamiz. shoshma. Minnatdorchilik-chi? Yashirinib yuribsan axir. Bu belgi senga ziyon yetkazmoqchi bo'lganlardan saqlaydi. Luina. Luina. Emily. Tagimizda yo'lak bor. U sizni o'rmondan muammosiz olib chiqadi. Yo'lak bo'ylab yuring. So'ng quyosh nuri tomonga. Hali ko'rishamizmi? Bunisi endi seni xohishingga bog'liq. Endi ketinglar. Yurigichi. Qayiqni ko'ryapman. Ana bu yerda. Endi toqqa tez yetib boramiz. Bu yerda ekanligimga ishona olmayapman. Bu narsalar sodir bo'layotganiga qachonlardir o'rmonimizni tark etmasam kerak deb o'ylardim. Ya'ni yotog'imni. Kasal ekanligingda aybdor emassan. Ha, bilaman. Shunchaki buni barchasi zo'r demoqchiman. Tog'ni ko'ryapsizmi? Juda yaqin kelibmiz. Biz dengiz tomon suzayapmiz. Buni qanday bildingiz? Hidni sezmayapsanmi? Agar bu dengiz hidi bo'lsa, demak u badbo'y ekan. Unga qarang. Bu Tor. Chaqmoq ma'budi. to'g'ri. Oyimni hikoyalarini eshitmagansiz deb o'ylardim. Ba'zida eshitardim. Og'riqni his qilmaydigan kimsa haqida gapirmaganmi? Bu Baldur bo'lsa kerak. Baldur. U azlik ma'bud Odin va Fridaning o'g'li. Odin esa hukmdor. To'g'ri. Nega so'rayapsiz? Uni ustida qandaydir rumlar yozilgan. Bu yerdan ko'ra olmayapman.
Suv qalbiga qurolingni qurbon qil deb yozilgan. Dunyo beshigini uyg'ot. Nima? Qurolimizni suvga tashlaymizmi? Menimcha bu sizga muammo emas. Nima, rostdan ham uloqtirasizmi? Bolta qaytib kelmadi. Mahkam ishla, yigitcha. Qo'lladi. Bu yana nima bo'ldi? Bu dunyo iloni. Faqat qo'rqma, yigitcha. Qo'rqmayapman. Bu zo'r. U gapiryaptimi? Ha, oyim uni yaxshi degandilar. U nima dedi? Bilmayman. Qarang, bu hayratlanarli bo'ldi. Shoshmang, ana bu yerda buzilgan kema bor ekan, ko'ryapsizmi? Bu esa Thor haykali. Faqat endi to'liq ko'rinyapti. Ilon ko'tarilgani uchun suv qaytdi. Mana nima uchun avvallari bu yerda qirg'oq bo'lmagan. Ana tog'imiz. Bu qurilma esa tog' bag'ridan oldin ma'batga boshlayapti. Buni barchasi suv ostida bo'lgan. Haykallardan tashqari, zo'r-ku, to'g'rimi? Ana bu yerda eskala bor ekan. Ana, bayroq yonida. Birozga to'xtaymizmi? Biz qadim zamonlardan beri bu yerdan o'tadigan birinchi odamlarmiz. O'sha ilon haqida bilasanmi? U devlardan. U shunchalik ulkanki, butun dunyoni qamrab olib o'z dumini tishlay oladi. Bu safsata. Bilmasam, menimcha u juda katta. Bu yo'l tog' tomon olib chiqadimi? Shunga o'xshaydi. Bu axir soqollik to'nka va mittishim bola-ku. Sizga bir ikkita narsa olib kelganman. Brok? Ammo qanday qilib? Ishing bo'lmasin, bolakay. Ichkariga kiring. Sizga bir ikkita narsa olib kelganman. Va boshpanamga ko'z olaytirmang. Men birinchi bo'lib topdim. Ha, mayli. Nima deb o'ylaysiz? U nima istaydi? Asabimizni sinab ko'rishni. Video o'yin Geek TV studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Keyingi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.